Ulug' Ramzan ayining xosiyati bilan, Allohning marhamati bilan bugun tushdan keyin uydagilarimdan telefon kelibdi. O nomer hech qanday nomeri chiqmadi ammo oldim. Olsam singlimniki hada degan ovozi. Shuning bilan men telefon so'zlashdim. 8 minut 40 sekund so'zlashdik. Apam, dadam hammasi bilan. Singlimning ovozini angladim. 2,5 yilning yoqi ularning chiroyi emas, hatto ovozini anglab boqmagandim. Ulug' kunlarda Alloh qilgan ibodatlarimizning, qilgan ishlarimizning balkim kichikgina bo'lsa-mu sabab natijasini chiqardimi uqmadim. Keyindan ular videolik ko'rishni talab qildi. Ammo u undidor nomeri uydagilarimning emas, boshqa birisinikini qo'shishimni talab qildi. Talab okey deb qildim. Shuning bilan shu yerda paranglashdik videolik. Singlim o'zining intayin yaxshiligini, yaxshi turayotganligini, hozir inglizcha o'qituvchisi bo'lib, ichitilgan rayonda, ya'ni Kayfatchida shu yerda ishlaydiganligini dedi. Opammo salomatligining yaxshiligini dedi. Ondan dadam salomatlik yaxshi emasga, so'zli emas bo'lib qopti. Shunaqdimi? O'ziningki turayotganligini, yaxshi turayotganligini ko'rsatdi endi. Shu xush xabarni butkul Uyg'ur qarindoshlarim bilan o'rtoqlashay deb chiqdim. 1987 yili 17 sentabr tug'ilgan Gulgina 2010 yili Malayziya Texnologiya universitetiga o'qishga borgan. U yurtiga qaytishdan ilgari yengil texnik aspirantlikni tugatgan bo'lib, doktorlik o'qish iltimosi qabul qilingan ekan. Bu xush xabar Gulginaning taqdiriga ko'ngil bo'lib kelayotgan muajiratdagi har bir Uyg'urni va tashkilotlarni hayajonga solgan. Gerçi Gulzira Gulginaning hayot ekanligidan, lagerdan qo'yib berilganligidan xabar tepib, intayin hayajonlangan bo'lsa-mu, ammo singlisi Gulgina va oilasidagilarning yanada qo'rqish va tashvish ichida ekanligini sezgan. Shunga u yanada ularning bexatarligidan andish qilmoqda ekan. Xudoyim sabr bersin, kuch bersin, Xitoy qarshi. Herkes pişmanlıkımga yordam qilsin. Haqiqatan bekçi xiyol keldi. Mushtaq deb qo'yib Facebook chiqib qo'yib, yana Xitoy opam dadamni tutma, opam dadam tutib ketganmi deb shu. Singlimni tutib qo'yib beribdi ana. Bo'pti. Allohga tavakkal qilib boqay yo'l kunlarda. Gulzira xonimning singlisining erkinlikka chiqqanligi haqidagi Facebook uchurlariga inkas qaytargan Uyg'urlarning ko'pinchisi uningdan singlisining lagerdan qo'yib berilishi bilan o'z faoliyatlarini to'xtatmaydiganligini so'ragan. Gulgina bizning bu vaqtdagi savollarimizga intayin keskin javob berdi. Xitoyninki bu lager siyosati, menimcha tavliki bu erkin hayotning omonat e'tirofi ko'rsatdi. Ro'y jihatdan bo'lsin, mayli salomatlik jihatdan bo'lsin, men bu 2,5 yil jarayonida shunchaki ig'ir azob, uqubat, bir xil tushkunishish, umidsizlanish, ba'zida hatto bolalarim bo'lmagan bo'lsa, o'lib ketsam bo'lmamdi degandek qalanqan gap so'zlarni o'ylaydigan holatga kelib qo'ydi-ku. Qaysarlik bilan, umidvorlik bilan yashadim, ammo o'zim ichimdan bek to'shib ketdim. Hozir garchi bugun singlimning xabarini olgan bo'lsam-mu, hech qanday bir xushal bo'lolmadim. Chunki singlim chiqqan bilan singlim qatardiki, nurg'ulg'an singillarimiz bataq chiqmadi. Yoki qo'l bo'yatdi, yoki Xitoy majburiy to'y qilizatdi. Bu yo'ldan hargiz yanmayman. Singlimning chiqqani bilan, lekin men uni 100% erkin yashaydi deb aytolmayman. Chiqqan taqdirdami nazorat ostida ilham bildim. Bugun shu nazorat ostida telefonlashdik. Nazorat ostida telefonlashimiz kerak. Bundan keyin men buni bo'lishni xohlamayman. Haqiqiy erkinlik berilishni. Qolgan Uyg'ur qiyinlashlarimni shu milliondan ortiq shu begunoh qiyinlashlarimni erkinlikka erishmaguncha bu yo'limdan hargiz yanmayman. Qanday bo'lsa telefon aloqamning normal bo'lishiga singlimniki o'zi kompyuter kasbini o'qigan, ammo hozir inglizcha o'qituvchisiga Malayziyaga qaytib doktorlikni qaytadan boshlab bitirib yetishga yo'l qo'yishni talab qilaman. Uyg'ur kuzatuvchilarining inkaslariga qaraganda Xitoy hukumatı yaqindan buyon xalqaro matbuotlarning o'ziga qarshi ovozini pasaytirish uchun Gulziraga o'xshash matbuotlarda bakrak inkas qo'zg'agan az bir qism aktivlarning vatandagi urug' tuqqanlarini vaqtincha qo'yib berish orqali ularga yumshoq taktikalar bilan besim ishlatishga boshlagan. Faqat oilasi uchunla ovoz chiqargan ba'zi Uyg'urlar ichida Xitoyning oilasiga qaytadan ziyonkashlik qilishidan andish qilib o'z faoliyatlarini to'xtatganlarmi bor ekan.
Söhbətimiz axırda Gülzira hazırga qadar sükutda turgan Uyg'urlarni zulmga qarshi ovoz chiqarishning muhimligini to'nib yetishga chaqirdi. Kimsen bular pek xoşallık bir xabar bo'ldi men uchun. Men muhmayman ularni mintiyoqsizlar telefon qilib, bana xush xabarni yetkazib, o'zlarini ko'zitib, xalqning amalligini shukr qildim Allohga. Ovozni oldim, o'zlarini ko'rdim. Cho'qim sabab qilaylik qarindoshlarimning rutuqallarga eg chiqishini, bu yo'lda bo'shashmay, to'xtamay harakat qilishini chin dilimda umid qilaman. Shu yo'ldan Aşu xalqimning, bichora qizlarimizning hammasininki ozodlikka erishishini chin dilimdan tilayman. Demak, ozroq tirishsak, ozroq bir sabab qilsak, Alloh taolo cho'qim natijasini berib beradi.